O'tgan oy Isroil Birlashgan Arab Amirliklari bilan 2,3 milliard dollarlik qurol-yarog' shartnomasini imzoladi. Mazkur shartnoma Isroil tarixidagi ikkinchi eng yirik mudofaa bitimi ekani aytilmoqda. Qiziqarli jihati 8 yil amal qiladigan ushbu shartnoma G'azoda o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuvga erishilganidan ko'p o'tmay imzolangan. Ma'lumotlarga ko'ra, Birlashgan Arab Amirliklari sionistlardan J-Music nomli uchoq mudofaasi tizimlarini sotib oladi. Lazer texnologiyasiga asoslangan bu tizimlar samolyotlarni nishonga oluvchi raketalarni zararsizlantirishga mo'ljallangan. Birlashgan Arab Amirliklari dunyodagi eng yirik harbiy xarajatga ega davlatlardan biri hisoblanadi. Ammo uning armiyasi qayerda? Amirliklar kimga qarshi qurollanmoqda degan savollar tug'iladi. Geosiyosiy voqealarga nazar tashlasak, Birlashgan Arab Amirliklarining harbiy mablag'lari mintaqada beqarorlikni yuzaga keltirish uchun ishlatiladi. Sudan, Liviya, Yaman va hatto 2016-yilda Turkiyadagi to'ntarishga urinishni tashkil etishda ham Birlashgan Arab Amirligining qo'li borligi aytiladi. Musulmonlar qirg'inlari ortida turadigan Birlashgan Arab Amirliklari yahudiylarni qattiq himoya qilishi bilan ham tanilgan. Birlashgan Arab Amirliklarida yahudiy raviyning o'ldirilishi ortidan o'zbekistonliklarning qo'lga olinishi, hatto o'sha paytda muhojir vatandoshlarimizga nisbatan ta'ziqlar kuchli bo'lgani ham bunga misol bo'ladi. Nega bunday deyishingiz mumkin? Aslida Birlashgan Arab Amirliklari qurilishi ortida ham yirik yahudiy moliyaviy guruhlari turibdi. 1971-yilda ushbu davlat 6 ta, keyinchalik 7 ta amirlikka bo'lib yuborildi. Har bir amirlikning o'z hukmdori, armiyasi va politsiyasi mavjud, ammo hududning 75% Abu Dabi amirligi tomonidan nazorat qilinadi. Bu esa amirlikning yagona davlat sifatida boshqarilishiga imkon bermaydi. Ayni paytda Birlashgan Arab Amirliklarida qariyb 75 ming millioner yashaydi. Eng qizig'i, ularning aksarini yahudiy investorlar tashkil etadi. Bu esa Birlashgan Arab Amirliklari ularning ulkan kapital xavfsizligi uchun barpo etilganini anglatadi. Mashhur amerikalik avtomobil sanoatchisi Henry Ford o'zining 1921-yilda chop etilgan kitobida bejizga yahudiylar dunyo rahbarlarini soyadan turib o'ynatadi deb yozmagan. Birlashgan Arab Amirliklari ham ularning boyliklari nazorati va maxfiy siyosati o'yinlari uchun ideal hudud sifatida xizmat qilmoqda.